Turmush o'rtog'im ham aytadi, что yuzim tiniqlashayotganligini. Yuzimga narsalar chiqqanda, imom peshonamda kurishdan kelgan, chandiq bo'lib qolgan. И ketmagan ko'p vaqtdan beri. В подростковом возрасте у меня все это началось, и после этого регулярно пришли chiqisha boshlaganda, и keyin shu mama подростковый периодdan boshlangandi. Estetika tomonlama. И keyin, например, ko'pchilikni oldida turganda baribir noqullik bo'ladi и неуверенность в себе bo'lishi mumkin. Yaqinda to'yim и to'ydan oldin mana shu hamma болячкalarimni даволаmoqchiman, потому что после свадьбы все равно я же не могу все время с мейком ходить. И o'shaning uchun ham lecheniyaga Irodapan oldiga keldim. И menga to'g'ri davolash etaplarini aytib berdilar. И вот hozir yozgan narsalarini, yozgan lecheniyalarni qilib kelaman. Yaxshi rezultatlar ko'raman, потому что yuzimda ko'p toshmalar, mana bu мелкие рубцы тоже они уходят. Вот. И menga даже uydagilarim aytishdi. И turmush o'rtog'im ham aytdilar, что yuzim tiniqlashayotganligini.